qandaydir manfaatli bo'lishi uchun men bir voqeani aytib beraman. Bir ayol bitta farzandi, o'g'il bola, uni o'stirgan. Butun kuchini shunga tikkan, bilasizmi? Turmushga chiqmagan, ishlagan tinimsiz, bolasini o'qitgan, umrini baxshida etgan, bilasizmi? Bola yaxshi o'sgan. Oradan ma'lum vaqt o'tadi-yu, qayerdadir bir adashmovchilikda, bu chunki narkotik moddalar bilasizmi, bir kunda bo'lib qolmaydi. Bitta adashmovchilik sabab bo'ladi. U mutaxassisga murojaat qilmayapti. Tasavvur qiling, kechasi bilan bola ingrab chiqyapti, birinchi kecha, ikkinchi kecha, onada ko'ngli ezilyapti, qalbi ezilyapti, qiynalyapti-da. Oxirida o'g'li aytayapti, menga shu moddadan topib bermasangiz men o'lib qolaman deyapti. Yig'layapti. Onasi yig'layapti, o'zini o'ylayapti, boshqa qilyapti. Oxiri shu sotadigan shaxslarning telefon raqamini olyapti-yu, o'zi qo'ng'iroq qilib, borib shu moddadan bolasiga o'z qo'li bilan olib kelib beryapti. Bolasi iste'mol qilgandan keyin vaqtinchalik o'ziga qaytyapti, gaplashyapti, onasiga rahmat aytyapti, boshqa qilyapti, keyin yana bo'lyapti. Yana shu holat takrorlanyapti. Ona endi shu bolasini qiynalganini ko'ra onada mehr olib kelib beryapti. Onani bir vaziyatda nimadir chalg'ityapti yo'ldan. Shunday fikr kelyapti. Balki shu moddani men bir iste'mol qilib ko'rayin o'zim ham. Balki bolamni keyin olib chiqib ketish osonroq bo'ladi degan fikr. Men u ayol bilan dardini tushunarman degan ma'noda. Men u ayol bilan gaplashganman. Juda og'ir suhbat kechgan, bilasizmi? Juda og'ir suhbat. Va ayolning o'zi ham giyohvandga aylanyapti. Narkotik moddalarni xususiyati shunchalik dahshatliki, hatto ilohiy kuch bo'lgan ona mehrini ham izdan chiqarishi mumkin. Qachonki noto'g'ri harakat qilinsa.